Ko'zlaringizni yuming va eng qo'rqinchli tushingizni tasavvur qiling. Siz broker ilovasini ochasiz, hammasi qip-qizil. Portfelingiz 30-40 balki 50% ga ozgan. Yangiliklar sarlavhalari baqirmoqda, qulash. Inqiroz pufak yorildi. Miyangiz isterikaga tushadi. U qichqiradi, sot, qolganini qutqar, qoch, ahmoq. Aynan shu paytda siz valerianka ichib o'tirganingizda haqiqiy investorlar shampan ochishmoqda. Siz ularni jinni, mazox deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular shunchaki olomon qo'rquv pardasi ortida ko'ra olmaydigan sirni bilishadi. Bugun men sizning onglaringizni agdarib tashlash uchun shu yerdaman. Men nega bozor qulashi hamyoningiz uchun eng yaxshi hodisa ekanini tushuntirib beraman. Spoiler, siz bozor tushgani uchun kambag'al emassiz, balki undan qanday foydalanishni bilmaganingiz uchun kambag'alsiz. Biz iste'mol matritsasida yashaymiz. Bu yerda bizga shuni singdirishgan: osish, yaxshi, tushish, fojia. Bu bankirlarning yolg'oni. Mening ismim Invest Mushuk va men hayotimni sizdan homiyak psixologiyasini sug'urib tashlashga sarflayman. Agar siz vahimada pul yo'qotishdan charchagan bo'lsangiz va bozor qoni ustida qanday boyishni bilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling va like bosing. Endi keling, vahimangiz sizga qanchaga tushayotganini hisoblab ko'raylik. Kalkulyatorlarni oling. Og'riqli bo'ladi, lekin zarur. Keling, zamonaviy iste'molchining asosiy shizofrenik buzilishini tahlil qilamiz. Tasavvur qiling, siz do'konga sevimli krossovkangiz yoki yangi iPhone olish uchun kelasiz va narxda 50% chegirmani ko'rasiz. Kecha 100 ming edi, bugun 50 ming. Siz nima qilasiz? Voy xudoyim, iPhone'lar qulabdi, hammamiz olamiz, deb baqirib qochib ketasizmi? Yo'q. Siz kartani chiqarib, ikkitasini olasiz. Do'stlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Birodar, bu yerda tekinchilik, tez kel. Bu rasprodaja deyiladi. Siz xursand bo'lasiz, chunki bir xil qiymatni arzonroq olasiz. Ammo gap fond bozoriga kelganda mantiq ochadi. Sberbank yoki Gazprom aksiyalari 30% ga tushadi va siz buni biznes rasprodajasi sifatida emas, balki qiyomat sifatida qabul qilasiz. Siz kiyim-kechak, texnika kabi passivlarni chegirma bilan sotib olishga tayyorsiz, lekin aktivlarni, zavodlar, paroxodlarni arzonlashganda sotib olishdan qo'rqasiz. Bu iqtisodiy bipolyar buzilish va undan market makerlar pul ishlaydi. Keling, taburetka darajasigacha soddalashtiraylik. Aksiya nima? Bu telefondagi raqam emas, bu biznesdagi ulush. Faraz qilaylik, yiliga 10 litr sut beradigan sigir bor. Sigir 100 rubl turadi. Daromadliligingiz 10%. Bir payt bozorda vahima, hamma sut hech kimga kerak emas deb baqiradi. Sigir narxi 50 rublgacha tushadi. Sigir yomonlashdimi? Yo'q. U baribir 10 litr sut beradi. Ammo endi siz uni 50 ga sotib olib, yiliga 20% daromad olasiz. Bozor qulashi bu matematik sovg'a. Bu bir xil pul oqimini 2 baravar arzon narxda sotib olish imkoniyati. Odamlar beton narxini muzlatish uchun bankka millionlab ortiqcha to'lab ipoteka olishadi. Ammo bozor ularga kelajak pensiyasini yarim narxda olish imkonini berganda ular boshini qumga tiqishadi. Endi tenglamaning boshqa tomoniga qaraylik. Kim sotadi? Hamma narsa tushayotganida. Bozordagi turistlar sotadi. Oson pul ishlash uchun kirganlar, muvaffaqiyat gurularini eshitib kelganlar. Minusni ko'rishadi va yo'qotish qo'rquvi ularni siqadi. Ular zararni fiksatsiya qiladi va pulini sabrli odamlarga sovg'a qiladi. Yodda tuting, siz sotish tugmasini bosmaguningizcha pul yo'qotmagansiz. Aksiyalar sizda ekan, sizda aktivlar bor. Ekrandagi qizil raqamlar bu virtual narsa. Haqiqat portfelingizdagi lotlar soni. Inqiroz bu boylikning sabrsizlardan sabrlilarga, qo'rqoqdan sovuqqonlarga qayta taqsimlanish mexanizmi. Boylar inqirozda boyiydi, chunki ular kelajakni bilishadi degani emas, balki ularda kesh va po'latdek nervlar bor. Olomon chiqishga yugurib, tiqilinch qilayotganida investor xotirjam kirishdan kirib, polga tashlab ketilgan hamma narsani sotib oladi. Xo'sh, oddiy maoshli va millionlab keshga ega bo'lmagan odam nima qilish kerak? Yiglashmi? Yo'q. Men sizni yirtqich strategiyasiga chaqiraman. Bozor tushishi bu sizning vaqtingiz. Agar siz kapital yegish bosqichida bo'lsangiz, bozor tushishlari sizning eng yaqin do'stingiz. Tasavvur qiling, siz kvartiraga pul yigayapsiz va birdan kvartira narxlari 2 baravar tushdi. Siz xafa bo'lasizmi? Voy, qanchalik yomon, endi 2 baravar kamroq vaqt yegaman, deysizmi? Albatta yo'q, siz xursand bo'lasiz. Xuddi shunday, nega aksiyalar bozori tushganda xafa bo'lasiz? U sizga erkinlikka boradigan yo'lni 5 va 10 yilga qisqartirish imkonini beradi. Endi aniq reja, korreksiya vaqtida yem bo'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizdagi spekulyantni oldiring. Kotirovkalarga har 5 daqiqada qarashni bas qiling. Bu psixikani yemiradi. Ilovani ochirdim, pulni saqlab qoldim. Ikkinchi qadam,
Agressiv ortachalashtirish. Agar ilgari oyiga 5000 rubl investitsiya qilgan bo'lsangiz, inqirozda 7000 yoki 10000 topishga harakat qiling. Ortiqcha kofe, juma kungi pivodan voz keching. Hozir har bir rubl kechagidan ko'ra ko'proq aktiv sotib oladi. Bu xuddi dollarni 30 rubldan sotib olishga o'xshaydi. Hozir bu ertakdek tuyuladi, lekin bozor inqirozda bunday ertaklar haqiqatga aylanadi. 3-qadam. Fundamentni oling, axlatni emas. Inqirozda zaiflar oladi. 3-eshelon aksiyalari yoki moda startaplarda tushayotgan pichoqlarni tutmang. Iqtisodiyot yashay olmaydigan narsalarni oling. Energetika, banklar, retail, 10 yildan keyin ham ishlaydigan sohalar. Siz portfelingizni gishtma-gisht qurayapsiz, lekin hozir gishtlar qum narxida sotilyapti. Ko'pchilik aytadi, mushuk yana pastga tushib ketsa-chi, bino hali yorilmagan bo'lsa-chi. Bu kutuvchilarning sevimli bahonasi. Ular pul bilan o'tirib ideal lahzani kutishadi. Spoiler, ideal lahza yo'q. Siz hech qachon binoni tutolmaysiz. Siz kutayotganingizda bozor burilib osmonga uchib ketadi va siz haylarda sotib olib yana aylanasiz. Tushundingiz? Eng yaxshi strategiya zinapoya bilan sotib olish. 10% tushdi, oldim. Yana 10% tushdi, yana ko'proq oldim. O'rtacha narx sizning himoyangiz. Masofada matematika har doim hissiyotlarni yengadi. Meni to'g'ri tushuning, men behuda riskka chaqirmayman. Men sovuq hisob-kitobga chaqiraman. Bozor siklik. Qishdan keyin doimo bahor keladi. Tushdan keyin doimo osish bo'ladi. Bu iqtisodiyot qonuni. Agar iqtisodiyot tiklanmasa, sizga pul emas, patron va tushyanka kerak bo'ladi. Ammo agar biz dunyo ertaga qulamaydi deb ishonsak, hozirgi pasayish kapitalingiz uchun trampolin. Murakkab foiz eng yaxshi past bozorda ishlaydi. 2008 yoki 2022 yillarda sotib olishni boshlagan investor hozir depozitda pul ushlab turganlarga kulib qaraydi. Qo'rquv kambag'allar boylarga to'laydigan soliqdir. Bu soliqni to'lashni bas qiling. O'zingizni biznes egasi sifatida oylashni boshlang. Agar sevimli do'koningiz aksiyalari tushsa, siz undan arzonroq ulush sotib olasiz. Siz ishchilarni, stanoklarni, logistika va brendlarni chegirma bilan sotib olasiz. Bu genial emasmi? Hamma vahimada bo'lgan kunda siz xonadagi eng xotirjam odam bo'lishingiz kerak. Chunki siz bilasiz, grafikdagi qizil shamlar bu kelajak boyligingiz uchun yashil chiroq. Men signal bermayman va valyuta kurslarini bashorat qilmayman. Men pul psixologiyasini ko'rsataman. Mening Telegram kanalimda ko'chalarda qon oqayotgan paytda men nimani sotib olayotganimni, risklarni qanday boshqarishimni va bozor bo'ronida nega tinch uxlayotganimni ko'rsataman. U yerda isterika yo'q, u yerda sovuq mantiq va kapital falsafasi bor. Havola tavsifda. Agar bu video miyangizni joyiga solgan bo'lsa va terminaldagi qizil rangdan qo'rqmay qo'ygan bo'lsangiz, like bosing. Buni dunyoda hammasini sotmoqchi bo'lgan vahimachi do'stingizga yuboring. Siz uning depozitini saqlab qolasiz. Siz bilan invest mushuk edi. Qo'rqinchli paytda sotib oling. Aktivlarni qadrlang, fantik qog'ozlarni emas. Ko'rishguncha.